Zübeyir! Zübeyir bilan Zulkarmi albatta tamoq tanlaydi, sizlar bilmaysizlar. Ularning tamoq yeyil unmayotgan yerlarini sizlar ko'rsatmadim, shuni o'qimaysizlar-da. Bugun men oshkorlab aytaman, ular haqiqatan tamoq yeyil unmaydigan, tamoq tanlaydigan vaqtlar bor. Qanday tamoqlarni yemaydi bugun sizlarga aytib beray. Mushlarning balonlar ochiq tamoqlarni yoqtiramdi. Ochiq chuchukni yaxshi ko'rib yemdi. Balam ochiqni yoqtirdi deydiganlar bir raqamini yo'q, balam faqat ochiq yemaydi deydiganlar ikki raqamni yo'llab qo'yinglar-chi. Zübeyir bilan Zulkar qanday tamoqlarni yemaydi desalar, ochiq tamoqni faqat yemaydi. Ashullar men aytib qolsam-mu, azroq ochiq chiqib qolsa ochiq deb turib shuni tasdiylaydi-da, yo'l urib ketma. Bo'pti, balam bugun yeytinglar, bunga faqat ochiq qilmayman deb. Elqa bolarimga kambiyaso men baga yerlarimni ko'rdinglar-ku. Shu vaqtlarda shuni yo'l urma, balam mushqitam yeytinglar, kiyaqtim faqat ochiq bermayman deb turib shuni yeygizmanda tamoqlarni. Bugun Italiya cho'pi yegim kelib bir uyda qilib baqaychu deb uyda qilgandim, sal ochiq bo'lib qopti. Ularning inkasini ko'rib baqayli-ya. Zübeyir! Yana? Açık. Çıkarayım hepsi. Mana muştaq ahvol. Faqat yemaydi deysizlar ochiqni. Men ancha yoqtirib ketmayman, ochiq narsalarni yeb ketmayman. To'ydan burun yeb tikam haftada ishga qaytam xo'g'im-mo'g'olarni, chavmifini qolani degandek men to'y qilgandan keyin bo'ladimi, bu tuqqandan keyin o'zimni totadigan bo'ldim. O'zimizga ziyonliq emasmi ayollar. Ammo bolam bani bo'z bir xamirim bor ekan, to'q shu xamirdalam tuxum palakda juvoq qilib beray dedim. Uni uchmoqlarni qilib aytgan maqaloqlarni ko'maysizlar. Qishmini mavlo yeymiz deb turib qishmini ko'rib mali yigildi. Tuxum bilan palakda juvoqni qilib berdim. Bularga tamoqni berishni boshlab ketaylik. Zübeyir! Sizning balalaringiz ishtahasi bek yaxshi, mening balam faqat tamoq yegil unmaydi. Sirtning tamoqlarini yoki do'konning yemekliklarini yoqtirib yeydi, ammo uyda pishgan tamoqlarni faqat yegil unmaydi. Chaynab keldan o'tkazil unmaydi deydigan anlarni ko'p uchratdim. Sizlarga desam, balalarning ishtahtsizligi oshqozon uchay xizmati bilan ham badanda ba'zi vitaminlar, elementlarniki kamlab ketganligi bilan bevosita munosabatlik. Men balalarimni sifatli ham pokiz bo'lgan, balaning badanidagi kam elementlarni, kam moddalarni to'liqlab beradigan ozuqlar bilan beqiyotman. Agar balamga mushtaq sifatli ham pokiz ozuq qilib bersam deydigan Allah bo'lib qolsalar, baş bet aloqa qilish turma qo'shib azanlar sizlar uchun o'zim mulozimat bilma. Ma'qulamsa analar qo'llashlar qoldi.